5 yoshli farzandim kechasi siyib qo'yadi. Davolasa bo'ladimi yoki kattarib yaxshi bo'lib ketadimi? Hozirgi kunda aktual savollardan biri, ko'pchilik ota-onalarga qiziq bo'lgan savollar, ya'ni farzand kechasi siyib qo'yadi, 5 yoshgacha bo'lgan holatda davolash kerakmi yoki o'zi o'tib ketadimi? Agar sizni farzandingiz 5 yoshga kirgan va undan katta, 7-6 yoshda misol uchun va undan keyingi yoshlarda kuzatilayotgan bo'lsa, mana shu tungi emri siyib qo'yish holatlari, unda shifokor maslahatini olish tavsiya etiladi. Shuni bilingki, bu yerda faqatgina urolog o'zi bilan cheklanib qolish kerak emas. Va bundan tashqari, lor shifokori, nevropatolog va urolog maslahatini olish tavsiya etiladi. Lor shifokorida, ya'ni bolada agar burunda adenoid bo'ladigan bo'lsa, kislorodning galadan, ya'ni kislorod yetishmovchiligi, nafas yaxshi yetib bormaydi, uyqu sifati buziladi. Va undan tashqari bosh miyadagi uyqu rejimining buzilishini hisobiga bolada ixtiyorsiz, ya'ni o'zi bilmagan holatda kechasi siyib qo'yish holatlari kuzatiladi. Quvg'ida sistit, ya'ni shamollash holatlari yuzaga kelishi mumkin. Ota-onalarga maslahatim, bu narsaga e'tiborsiz bo'lmang. Birinchi navbatda agar farzandingiz kechasi siyib qo'yayotgan bo'lsa, farzandingizni urishmang hech qachon. Bu chunki uni aybi emas, kasal bo'lgani. Siz bu narsani oldini olish uchun harakat qiling. Agar siz farzandingizni o'z vaqtida davolamasangiz, bu tungi enurex mana shu kasallik balog'at yoshida, ya'ni yoshi katta bo'lgan holatlarda ham kuzatilishi mumkin. Shaxsan o'zimda ko'rigimda yoshi katta uylangan, turmushga chiqqan kelin va kuyovlarda o'rtasida ham mana shu holatlar kuzatilgan. Ya'ni uylangandan keyin ayolning oldida siyib qo'yish kechasi, qo'pol qilib aytganda, turmushga chiqqandan keyin xo'jayin oldida kechasi tungi enurex, ya'ni o'zi bilmagan holatda peshob chiqib qo'yish holatlari kuzatiladi. Video agar foydali bo'lgan bo'lsa, shu joyda like bosib, videoni saqlab qo'ying va foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'ling.